bitta mijozimizni oshxona mebelini bitirib berdik. Hozir sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Ushbu oshxona mebelimiz neoklassika stilda bo'lgan. Hop, krashni deyiladi. Hop, bu taraflarda shkaflar qilingan. Ya'ni bemalol katta narsalarni bo'lsa joylasa bo'laveradi. Mexanizmlari polni Turkiya mexanizmi ishlatilgan. Hop, mana bu yerlarda ham shkafchalari, bu tomonlarda ham shkaflari. Hop, tepalari antresol. Hop. Bu doim mijozlarimizga o'sha tandem mexanizm qo'yamiz, salasga qo'ymaymiz. Chunki tandem mexanizmi ancha baquvvat bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Og'ir yuklarni ham ko'taraveradi. Keyin mana bu joyi laminat o'zidan bo'ladi. Oddiy 3 mm hidek bo'lmaydi, baquvvat bo'ladi. Yopilishlari ham juda ham yumshoq yopiladi. Mana. Hop, bu joyda kargo qo'yilgan. Kargo ham o'sha Turkiyaniki Starax firmasiga tegishli. Bu ham tandem mexanizm bilan qo'yilgan, ya'ni saleska emas, yon tomondan qotirilgan. Hop, yana bu joyda hali yo'q ekan, posuda moykasi bor. Prosta qo'yib qo'ydik, eshik fasadini qo'yib qo'ydik, xolos. Posuda moyka qo'ygandan keyin buni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu joyda moykasi, hop, bu yoqda yana sushilka qo'yilgan. Bu mijozlarimizga doimgidek bonus sifatida qo'yib beramiz buni. Hop, rangiga keladigan bo'lsak, bu rangi kapuchino rangi bilan och bejli rangda qilingan. Juda ham bo'lakcha bir chiroyli nimada chiqqan dizaynda. Hop, bu yerga podsvetkalarigacha qo'yganmiz. Podsvetkalarigacha buni qo'yib berganmiz. Agar sizlarga xuddi shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Mayli, sog' bo'linglar.